Zokir aka, shu patsientga 60 sekund ichida plan lechini tuzib bering va taxminiy narxini aytib bering. Bu oson-ku, hammasiga bittadan vinil qo'yib chiqamiz, shu bilan tamom bo'ladi. Hazil albatta. Hozir endi sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Patsientni ko'rishimiz mumkin, bu tishlarni yemirilishi, steroimis borligi, buni asosiy sababi jag' tishlarning yo'qligi, shuni hisobiga steroimis bo'lib kelgan. Endi biz birinchi bo'lib jag' tishlarni восстановить qilamiz. Bu yoqligi biz implant qo'yamiz, ildizlarni olib tashlab implantlar qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz prikus vысоtasini ko'taramiz. Ya'niki bu vысотani hisobiga biz mana bu tishlarni kaltalashimiz mumkin. Keyingi qiladigan ishimiz estetikani shablonda yoki bo'lmasa vaqtinchalik koronkalarda ko'rib olamiz. Har bitta tishiga vaqtinchalik koronkalarni qo'yib chiqamiz. Shuni hisobiga biz prikus balandligini ko'taramiz va patsientga liniya ulubka masalasida o'ziga ham ko'rsatishimiz mumkin. Oxirgi qiladigan ishimiz har bitta tishga bittadan keyin koronkalar qo'yib chiqamiz. Gapimizning isboti bu menda qilingan patsientni ishlari mana bu holat bilan, mana shu holatni mana endi keyingi holatga olib kelib bergani. Aytganimdek, bu sentrlarni hammasini aniqladik va liniya ulubkaga hammasini joyiga qo'ydik. Sizlar ham bu ish bilan bu ishni farqini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ish agar sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin.